Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımız olsun. Xitay atalmış Cunhua milleti ortaq gövdəsi e'mini qayta ta'kidladi. Xitay Şərq Türkistanda açılğan atalmış Uyğur Avtonom rayonluq 10-cu növbətlik komiteti 11-ci ümumi yığınında atalmış Cunhua milleti ortaq gövdəsi e'mini mustahkamlashni alohida ta'kidlash orqali Şərq Türkistanda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomli ijro qiladiganligiga ishorat qildi. Xitay tashviqot organi atalmış Şinjan gazetining xabar qilishicha, atalmış Uyghur Avtonom rayonluq partiya komitetining sekretari Ma Shunri 15 aprel Urumchida ochilgan atalmış Uyghur Avtonom rayonluq 10-cu növbətlik komiteti 11-ci ümumi yig'inida Cunhua milleti o'rtaq gavdasi e'mini mustahkamlash kerak degan iboralarni ta'kidlagan. Ma Shunri yig'inda yillardan beri Sharq Turkistonda ijro qilib kelayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatining manbasini ta'kidlab, Şinjanni madaniyat orqali uzuqlantirishni cho'nqur qanot yaydirib, har qaysi millatlarning o'rtaq ma'naviy makonini barpo qilib, Cunhua milleti o'rtaq gavdasi e'mini mustahkamlashning ideviy asosini uzluksiz puxtalab, qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirishni nishon qilish kerak deb bildirilgan. Şərq Türkistanның hər qaysı vilayət, şəhər və oblastlardan kelib yığınğa qatnaşqan qo'rjaq əməldarlar atalmış Cunhua milleti o'rtaq gavdasi e'mini mustahkamlashdan iborat bu asosiy liniyani turli xizmatlarga singdirish kerakligini ta'kidlashgan. Xitoy ishg'oliyat tarixidan boshlab Sharq Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan bostirib kelgan bo'lib, yaqinqi yillardan buyon ochiq-oshkora holda atalmış Cunhua milleti o'rtaq gavdasi e'mini mustahkamlash, Cunhua madaniyatidan uzuqlantirish nomi ostida irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Shundaqla Xitoy madaniyatini majburiy tengish bilan birga Uyg'urlarning tarixini, madaniyatini burmalash, o'zgartish, yo'qotish planlarini texmi kuchaytirib ijro qilmoqda. Xitoy Uyg'urlarning milliy kimligini unuttirish, tarixini burmalash plani bo'yicha bu yil beshida atalmış Şinjan muzeyining ko'lamini aslidagidan 3 hissəga yaqin kengaytirib salgan. Ikkinchi qarorliq Yangi saroyda atalmış Şinjan tarixiy madaniyat yodikorliklari ko'rgazmasi yangidan ta'sis qilingan. Mazkur ko'rgazmaga Sharq Turkistonning azaldan Xitoyning bir qismi ekanligidek burmalangan tarixni o'ttirg'a chiqarish maqsad qilingan 1500 dan ortiq atalmış madaniyat yodikorliklari qo'yilgan. Avstraliya Xitoyning tahdidiga qarshi harbiy xarajatni ko'paytirdi. Avstraliya yangi mudofaa strategiyasi dokumentini e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning tahdidiga qarshi harbiy xarajatni ko'paytirgan. Amerika ovozining xabar qilishicha, Avstraliya 17 aprel mudofaa strategiyasi dokumentini e'lon qilgan bo'lib, dokumentda Avstraliyaning Xitoyning majburlash taktikasi va Tinch okeandagi to'qinish xavfining kunsiri kuchayishiga qarshi Osiyo Tinch okean rayoniga texmo ahamiyat beradiganligi ko'rsatilgan. Avstraliya 2. Dünya urushidan buyongi eng cho'ng xirisga to'lgan strategik muhitga duch keldik deb qaragan bo'lib, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi cho'nqurlashgan strategik raqobatning aniqsizligi rayonda jiddiychilikni keltirib chiqargan. Bu sababli Avstraliyaning mudofaa masalasida yangi usul qo'llanishi zarur bo'lib qolgan. Avstraliya davlat mudofaa ministri Richard Marles davlatlik axborot klubida so'zlagan mudofaa strategiyasi haqidagi nutqida so'g'uq munosabatlar urushidan keyin mudofaa planini asos qilgan umidvor loyihalar allaburun mavjudligini yo'qotdi degan va ogohlantirib Xitoyning majburlash taktikasi orqali o'zining strategik nishonini amalga oshirayotganligini ta'kidlagan. Marles yana Avstraliyaning bir savdo oroli davlati ekanligini, cho'qim dushmanlarning savdoni bo'g'ib qo'yishi yoki muhim dengiz yo'lini to'sishining oldini olishi kerakligini, Avstraliyaga tajovuz qilib kirish ehtimolligining har qanday ahvolda to'van ekanligini, ammo dushman taraf Avstraliya tuproqiga qadam bosmayla Avstraliyaga nurg'un ziyonlarni selishi mumkinligini bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lin Jian 17 aprel bu haqdagi savolga javob berib, Avstraliyaning bu qaroriga norozilik bildirganligi Xitoyning Osiyo Tinch okean rayonining va dunyoning tinchligiga kuch chiqarib kelganligi haqida jar soldi. So much damage can be done to our country by an adversary without ever having to step foot on Australian soil. Amerika Xitoyning to'kma qilib setishiga qarshi tadbir e'lon qildi.
Amerika hukumatı Xitoyning po'lat temir mahsulotlarini to'kma qilib setishni o'z ichiga olgan adolatsiz savdo qilmishlariga taqobil turish uchun eng yangi tadbirlarni e'lon qildi. Amerika ovozining xabar qilishicha, Bayden hukumati 16 aprel Amerikaning po'lat temir va kemisozlik sanoatini Xitoyning po'lat temir mahsulotlarini to'kma qilib setish qatorliq noto'g'ri qilmishlarining ziyinidan qo'g'dash uchun eng yangi tadbirlarni e'lon qilgan. Tadbirga asosan Xitoyning po'lat temir va alyumin importidan elinadigan boj 3 hissiga o'stirilgandan boshqa, Amerika savdo vakili ishxonasi yana Xitoyning kemisozlik kasbidagi adolatsiz qilmishlarini tekshirdi ekan. Aqsaray e'lon qilgan bayonotga asoslanganda Prezident Bayden po'lat temirni Amerika iqtisodining tayanch kuchi va Amerika davlat bexatarligining ultishi deb qaragan. Ammo po'lat temir va alyumin sanoatidagi ishchilar Xitoyning po'lat temir va alyumin eksporti sababli zo'r xiristlarga duch kelgan. Xitoydagi ishlab chiqarishning ehtiyojdan eshib ketishi va po'lat temir va alyumin sanoatiga g'ayri bozor xarakterlik mablag' selishi sababli Amerikaning a'lo sifatli mahsulotlari Xitoyning zo'r miqdorda karbon qo'yib berish orqali ishlab chiqargan tannarxi sun'iy yo'sinda to'vallitilgan mahsulotlar bilan raqobatlashish masalasiga duch kelgan. Bu sababli oldi bilan Bayden Amerika savdo vakili ishxonasiga Xitoy po'lat temir va alyuminning tamojna beji nisbatini 3 hassa oshirishni o'ylashga buyurgan. Amerika savdo qonunining 301-moddasiga asosan po'lat temir va alyuminning o'rtacha tamojna beji 7,5% ekan. Xitoyning po'lat temir va alyumin kasbiga qaratgan siyosati va to'liqlamasi natijasida yuqori sifatli Amerika mahsulotlari arzon baholiq Xitoy mahsulotlarining raqobatiga duch kelgan. Navbatda Amerikadan boshqa Latin Amerikasi davlatlaridagi ishchilarmi Xitoyga po'lat temir import bejini o'stirishga chaqiriq qilmoqda ekan. Ular Xitoyning arzon baholiq po'lat temir mahsulotlarining to'kma qilinishiga duch kelgan bo'lib, bu sohadagi 100 minglagan ish o'rni tahdidga uchragan. Avasiya şirketleri aeroplan səfərlərini toxtatdı. Xalqara Avasiya şirketleri bexatarlik endişsi səbəbindən İsrailiyaga aeroplan səfərlərini toxtatışqa yoki kechiktirishga boshladi. İran İsrailiya jiddiychiligi xalqaro Avasiya şirketlerini rayonga aeroplan səfərlərini qaytadan planlashga majburlagan bo'lib, Angliyaning Wizz Air Avasiya şirketi İranning 13 aprel İsrailiyaga qilgan havo hujumi sababidan 14-15 aprel kunlaridagi aeroplan səfərlərini amaldan qoldirgan edi. Angliyaning EasyJet Avasiya şirketimi İran İsrailiya jiddiychiligi sababidan Tel Avivga aeroplan səfərlərini 27 aprelgacha amaldan qoldirdi. Germaniyaning KLM Avasiya şirketi İsrailiyaga 21 aprelgacha aeroplan qatnamaydiganligini, uningdan keyingi kunlarda aeroplan səfərlərining İsrailiya va İran havo tavalligidan bo'lmaydiganligini e'lon qildi. Germaniyaning Lufthansa Avasiya şirketi amaldan qoldirgan Tel Aviv səfərlərini 16 apreldan boshlab asliga keltirdi. Aeroplanlarning İran havo tavalligidan o'tmaydiganligini e'lon qildi. Amerikaning United Airlines Avasiya şirketi 1-maygacha Tel Aviv səfərlərining amaldan qoldirilganligini va u vaqtgacha bileti bo'lgan yo'lovchilarning bilet pulining to'liq qaytarib berilganligini e'lon qildi. Undan boshqa Hindiston, Avstraliya, Filippin, Kanada qatorliq davlatlarning Avasiya shirkatlarimi o'xshamagan tariqada bir qism safarlarni amaldan qoldirganligini va rayon vaziyatini yaqindan kuzatib, aeroplan safarlari vaqtini qaytadan planlaydiganligini uqtirishdi. Hürmetli görürlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.